Talablarga binoan azizlar, ana shu yerda aziz qadrdon muxlislarimizni barchani talabiga binoan bir juft mumtoz ashulalardan aytib beramiz. Shaxsan Ulug'bekjon uchun xususiyat nam aytib berar ekanmiz. Rahmat. Şükreyla kaldır Xudoga har dam g'animat g'animat, har dam g'animat g'animat. Yo'liqsa boshing baloga bir dam g'animat g'animat, bir dam g'animat g'animat. Umr tila ayolingga dardkash bo'lgan hayotiga, umr tila ayolingga dardkash bo'lgan hayotiga, keksaysan g'arib joniga maram g'animat g'animat, maram g'animat g'animat. Keksaysan g'arib joniga maram g'animat g'animat, maram g'animat g'animat. Yoshlikni go'zal javvasi, yaxshi kunlarning nashasi. Yoshlikni go'zal javvasi, yaxshi kunlarning nashasi. Aziz umring yar lazasi, chanda g'animat g'animat, chanda g'animat g'animat. Aziz umring yar lazasi, chanda g'animat g'animat, chanda g'animat g'animat. Zengin bo'lsang da yo fakir, o'lim haqdir bir gunoh oxir. Sog' salomat behavotir, har on g'animat g'animat. Mansabiysi ama sözünü, oylab söyle her sözünü. Mansabiysi ama sözünü, oylab söyle her sözünü. Yağa bastırma gözünü, imkan ganimet ganimet, imkan ganimet ganimet. Yağa bastırma gözünü, imkan ganimet ganimet, imkan ganimet ganimet. Şükreyle kaldır Xudoga har dam g'animat g'animat, har dam g'animat g'animat.